Assalomu alaykum. Mana yangi qo'y deganlarga mana yangi Volga 2410 keldi mana. Gazi 2018 2033-yilgacha. 1.700.000 komplekt. 2018-2033gacha. Xo'sh, banferlar mana. Qanday? 200.000 so'm. O'ta go'zal. Mana sidinalari normalniy holatda. Tarpetka lekin go'zal ekan. Tarpetka shunchaki go'zal. Mana pribor, balo battarlari bilan 400.000 so'mga berib yuboriladi. Korobka zo'r, haydab olib keldi. Balonlari zo'r emas. 14. Oldi banferi ham zo'r. 200.000 so'm. Motor 10 motor. Zavod qilib ko'rib olaverasizlar. Elektron trambulo, radiator suvladi. Bu ham suvladi, kimga emas kerak. Kuzov holati, kuzov so'raganlarga. Ikkita stoykalari zo'r holatda. Dokument bor yo'qligini bilmaymiz. Motor zaminga 2 million. Zaminga 2 million. Mana yangi Volga keldi, o negativ ko'rib ol. Hada bitta mashina deb yotuvdik mana. Boshlandik. Qo'shib turay. Labo ham tiniq 200.000 so'm labo. Qarachi bo'ldi, so'yladi, keyaverasizlar. Kuzib ham sotilaveradi.